Qo'shni, salomatmisiz? Yaxshimisiz? Bu suvni ham boplabsiz-ku, ha? Men bu yog'i bahor, yerlarni sug'orishga ko'p suv kerak bo'ladi. Pul to'lab yuramanmi? Ha, bunga pul to'lamaysizmi? Yo'q-da, ko'rmaydi-yu. Ha, qo'lga tushsangiz jarimasi katta. Chiqisi yo'q, ko'rishmaydi. Biz bejizga ushbu sahnani namoyish etmadik. Suvdan o'g'rincha foydalanib kelayotgan fuqarolar haligacha oramizda bor va bu navbatdagi reyd tadbirida aniqlandi. Kogon shahri Maxtumquli mahallasida o'tkazilgan kuzatishlar davomida ustalik bilan o'g'rincha suvga ulanib olish holati aniqlandi. Vaziyatdan chiqib ketish uchun fuqaro turli bahona, vajlar ko'rsatdi, ammo bu qilingan xatti-harakatni oqlay olmasligi oydek ravshan. Tashkilini ketirgan imorat-ku 89-yil. O'sha Biraz sasiydi ana shu tagidan cho'ldi, ana bularni qo'ydim. Chiqsin deb. Pastdagisi nima deb? Ha? Tagidagi ku kran. O'ylab ko'ring. Ayrimlar biz iste'mol qilayotgan suvning hattoki bir tomchisiga muhtoj. Ammo bu haqida suvni behuda isrof qilayotgan qo'shtirnoq ichidagi insonlar o'ylab ko'rishganmikan? Reyd tadbirlari Buxoro tumanining Zarmanoq mahallasida ham davom ettirildi. Aholini ichimlik suvi ta'minoti hamda oqova suvlarni chiqarib yuborish xizmatlaridan foydalanish qoidalariga rioya etilishi yuzasidan olib borilgan tekshiruv harakatlari davomida yana bir qonunga zid holat aniqlandi. Joriy yilda 40 dan ortiq targ'ibot dasturlari amalga oshirildi. Oshirilgan targ'ibot dasturlariga qaramasdan 60 dan ortiq qonun buzilish holatlari aniqlandi. 10 ta holatda davlat suv hisobini yuritish qoidalari buzilganligi aniqlandi. Holatlar yuzasidan o'zaro fuqarolar hamda mansabdor shaxslarga nisbatan 260 milliondan ortiq ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli bandlariga asosan jarimalar qo'llanildi. Bunday nazorat tadbirlari esa ayrimlar uchun juda kerak. Sababi ular suvga to'lov qilishni boshlashgach, uni ortiqcha sarflashdan tiyilishadi deya umid qilamiz.